Ko'pchilik aytayapti, siz omadingiz kelib qolgan, bir marta shuning uchun qildingiz. Yo'q, bu yerda harakat bo'lsagina natija bo'ladi. Harakat bo'lmasa, natija bo'lmaydi. Mana suv toshsa, siz o'tiraversangiz, siz oqizib ketadimi? Sel mana, sel kelyapti, yomg'ir yog'yapti, chelak-chelak quyapti. Suv toshyapti, hamma uyiga kirib ketib, tomlarga chiqib oldi. Siz ko'chada tursangiz nima bo'ladi? Mana kinolarda ko'rgansizlar, televizorlarda, to'g'ri? Suv oqizib ketadimi? Oqizib ketadi. Qattiq tezlikda oqizib oxiri nima qiladi sizni? Bir joyga uriladi, cho'kasiz, havosiz qolasiz, o'lasiz. Xuddi shunaqa biznes ham, agar siz yuraversangiz, shu boriga bo'ladi, mayli shu bir amallab o'tyapti-yu, kunim bo'ladi, 7 million topganman. Siz nech pul oylik olardingiz oldin? 5 million. Mana 5 million menga yetadi deb yuraverganlarda, bu odam yuravergan bo'lar. Hozir 5 million plus 7-8 million pul topyapti. To'g'ri, mayda biznesni ko'pchilik